Diqqat qiling, O'zbekistonda bugundan, ya'ni 1-iyul sanasidan boshlab hammasi o'zgaradi. Assalomu alaykum, tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Soliq tizimidagi soddalashtirishlar, turistlar uchun yangi elektron sim kartalar, davlat tomonidan qoplanadigan sertifikatlar, balnishniy to'lovlari va bojlar oshirilayotgan oylik puli va yordam pullari hamda 5% ga qimmatlayotgan elektron tovarlar rastamoshkasi. O'zbekistonda 1-iyuldan nimalar o'zgaradi? Quyida qalampir shular haqida so'z yuritadi. Avtokameral soliq tekshiruvi bekor qilinadi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab avtokameral soliq tekshiruvi bekor qilinadi, ya'ni tekshiruvdan oldingi tahlil doirasida aniqlangan tafovutlar bo'yicha aniqlashtirilgan soliq hisobotini yoki asoslovchi hujjatlarni taqdim etish majburiyati bekor qilinadi. Shu bilan birga 1-iyuldan soliq xavfi o'rta bo'lgan soliq to'lovchilarga aniqlangan xavflar to'g'risida xabarnoma yuborish tizimi joriy etiladi. Bunda aniqlangan kamchiliklar 1 oy ichida bartaraf etilgan taqdirda soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. O'zbekistonda Milliy turizm yagona platformasi ishga tushiriladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan Milliy turizm yagona platformasi ishga tushiriladi. Bu o'tgan yil noyabr oyida Prezidentning Turizm qo'mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirishga oid qarorda belgilangan edi. Unga ko'ra, yangi platforma orqali xorijiy sayyohlar davlat chegarasidan o'tganida ularning roziligi bilan turistik elektron sim kartaga ulanishi va vaqtincha yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tishi avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Shuningdek, transport chiptalarini hamda muzey va boshqa turistik obyektlarga kirish biletlarini onlayn xarid qilish imkoniyati yaratiladi. Platforma tarkibida interaktiv xaritalar, audio va video gidlar hamda onlayn translyatsiyalar orqali sayyohlarga turistik obyektlar haqida ma'lumot beradigan raqamli gid xizmati ham ishlaydi. Shuningdek, aholi soliq mobil ilovasi orqali dala hovlilarini soddalashtirilgan tartibda ijaraga bera oladi. Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lash boshlanadi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab sug'urta hodisalari yuzaga kelganda sug'urtalangan shaxslarga vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanadi. Bu haqida 2025-yilning 17-dekabr kuni hukumat qarori bilan Davlat ijtimoiy sug'urtasi doirasida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik hamda homiladorlik va tug'ish nafaqalarini tayinlash hamda to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Yangi tartibga ko'ra, kamida 6 oylik sug'urta stajiga ega xodim kasallik varaqasi olsa, kalendar yilidagi 1-5 kun uchun nafaqani ish beruvchi to'laydi va 6-kunidan boshlab 182-kungacha bo'lgan davr uchun to'lovlar Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladi. To'lovlar proaktiv tarzda inson omilisiz hisoblanadi va ijtimoiy kartaga avtomatik o'tkaziladi. Nafaqalar har oy 2 bosqichda to'lanadi, ya'ni oyning 1-yarmi uchun 25-sanagacha, 2-yarmi uchun keyingi oyning 10-sanasigacha. Nafaqa miqdori xodimning o'rtacha oylik ish haqi va sug'urta stajiga qarab hisoblanadi. Bunda 6 oydan 8 yilgacha sug'urta staji bo'lsa, o'rtacha ish haqining 60%, 8 yildan ortiq sug'urta staji bo'lsa, 80% to'lanadi. Korrupsiyaga qarshi yangi turizm. 1-iyuldan davlat idoralarida korrupsiyaga qarshi yangi milliy sertifikatlashtirish menejment tizimi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Avvalo, korrupsiyaga qarshi ishlari natijalariga ko'ra qoniqarsiz deb baholangan davlat organlari ushbu tizimga o'tkaziladi. Tizimni belgilangan muddatda joriy etmagan tashkilotlar rahbarlari va ularning o'rinbosarlariga u to'liq yo'lga qo'yilguncha rag'batlantirish to'lovlari to'xtatiladi. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari, ilmiy muassasalar hamda fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligiga asoslangan korrupsiyaning oldini olishning yagona tizimi joriy etiladi. Shuningdek, raqamli compliance axboroti dasturiy kompleksi sinov tariqasida ishga tushiriladi. U orqali korrupsiyaning oldini olish tizimi ishtirokchilari o'rtasida tezkor ma'lumot almashish yo'lga qo'yiladi. Bunda e-compliance moduli ishga tushirilib, davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalari faoliyati to'liq raqamlashtiriladi.
Mahalliy ishlab chiqarish qo'llab-quvvatlanadi. Prezidentning o'tgan yil 6 fevral kuni qabul qilingan mahalliy ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini yangi tizim asosida rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga binoan 2026 yil 1-iyuldan boshlab raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar qo'llab-quvvatlanadi hamda vositachi, broker va dilerlarga davlat xaridlarida ishtirok etish huquqi beriladi. Buning uchun mutasaddi idora milliy iqtisodiyotga qo'shimcha qiymat yaratadigan va ishlab chiqarish tavsiya etiladigan raqobatbardosh mahsulotlar ro'yxatini shakllantirib e'lon qilib boradi. Mazkur ro'yxatga kiritilgan mahsulotlarni o'zlashtirgan tadbirkorlar bilan kafolatli xarid shartnomalari tuziladi. Shuningdek, bunday mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar tadbirkorlar subyektlarining barqarorlik reytingida qo'shimcha ballga ega bo'ladi. Bundan tashqari, joriy sanadan boshlab dasturlarga kiritilgan loyihalar doirasida ishlab chiqarish texnologik jarayonida foydalaniladigan respublikada o'xshashi ishlab chiqarilmaydigan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha import qilinadigan xomashyo va butlovchi buyumlar 3 yil muddatga bojxona bojidan ozod etiladi. O'qituvchilarga milliy sertifikat olishi uchun subsidiya ajratiladi. Prezidentning tegishli qaroriga muvofiq 2026 yil 1-iyuldan 2028 yil 1-yanvarga qadar bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan kasbiy ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan quyidagi turdagi subsidiyalar joriy etiladi. O'qituvchi va ishlab chiqarish ta'limi ustalariga xalqaro miqyosda tan olingan kasbiy ta'limga oid sertifikatlar, shuningdek, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan ro'yxat asosida milliy sertifikatlarni olish uchun sarflangan mablag'larning 50% bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha malakani baholash markazlarini tashkil etgan tadbirkorlarga xarid qilingan baholash vositalari xarajatlarining 30%, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan oshmagan miqdorda qoplab beriladi. Qurilish uchun ruxsat olish hamda kommunal tizim tarmoqlariga ulanish soddalashtiriladi. 2026 yil 1-iyuldan qurilish uchun ruxsat olish hamda elektr, gaz, suv va kanalizatsiya tarmoqlariga ulanish jarayonlari soddalashtirilib, barcha xizmatlar yagona ariza asosida ko'rsatiladi. Bu haqda joriy yil 14 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida aytilgan edi. Unda aholi va tadbirkorlar qurilish qilish uchun avval loyihalashga ruxsat olishga, keyin arxitektura rejalashtirish topshirig'i ishlab chiqishga alohida ariza berib oylab vaqt sarflayotgani tanqid qilingandi. Toshkent shahrida ikkita xizmatni bir bosqichda ko'rib chiqish yo'lga qo'yilgani uchun hujjatlarni kelishish vaqti 3-4 karra kamaygani aytilib, ushbu tajribani 1-iyuldan boshlab respublikaning barcha hududlarida joriy qilish topshirig'i berilgandi. Shuningdek, majlisda elektr, gaz, suv va kanalizatsiyaga ulanish bo'yicha texnik shart olish uchun ham bir kommunal idoraga alohida murojaat qilish mexanizmi bekor qilinib, 1-iyuldan bitta ariza va bitta to'lov bilan barcha kommunal tarmoqlarga texnik shart olish imkonini yaratish vizasi qo'yilgandi. Bular keyinchalik joriy yil 4-iyunda Prezidentning tegishli farmoni bilan hujjatlashtirilib, yuridik kuchga aylantirilgan edi deyilgan xabarda.